yangi qurib bitqizilingan, hali hech kim kirib yashamagan, tayyor idishtalargacha qilib qo'yilgan shu Novostroy uyimizni bitta ko'rib, shu videoga like bosishni unutmanglar jigarlar. Uchtepa tumanida joylashayotgan 97 kvadratdan iborat bo'lib turgan shu uyimizni inshaalloh ziki bo'lishi mumkin. Bitta ko'ring, yo'qsa niyat qilib yozib qo'ying, Allohimga olsin. Hammamizga yetkazadi jigarlar. Asosiy ishdan kirganda chap qo'limizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Tayyor holatda uyimizda cho'pli pol orqali istilomatli jigarlar 7-qavatda joylashgan. Mazza qilib shaharning manzarasiga tomosha qilib, uyimizda mazza qilsangiz bo'ladi. Oshxonaning yon tarafini ko'radigan bo'lsak, zalimizda tushyapti. 97 kvadratli shu uyimizni tayyor bitgan holatda, ishoninglar, korobka uyligiga nisbatan ancha arzon beraverishyapti. Korobka uylarni 9 million, 10 million so'rab o'tirib, 9,5 milliondan baraka qilishayotgan ekan jigarlar. O'zimizda telefon so'radik. Zalli yon tarafini ko'radigan bo'lsak, ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli yotoqxonamiz, ichkarida o'zining garderobli xonalar bilan birgalikda. 97 kvadratli shu uyimizga bitgan holatiga faqatgina kiyim-kechakni olib kirib mazza qilib yashashingiz uchun nima deysiz? 106 ming dollar qimmatmi arzon? Yozib keting kommentariyaga jigarlar. Sanozil hojatxona alohida. Yon tarafini ko'radigan bo'lsak, hammomlari tushyapti jigarlar. Hamma narsa tayyor holatda bo'lib turibdi. Hammomni yon tarafini ko'radigan bo'lsak, yana bitta yotoqxonamiz bo'lyapti. Uyimizni 97 kvadrat, koridorlari katta-katta, 3 xona qilib qo'yilgan. Cho'pli pol orqali istilomatli maktab, bog'cha, klinikalar yonginamizga joylashyapti. Izza bozori bilan Bekitopini o'rtasiga tushayotgan aynan shu uyimizni Xudo xolasi ziki bo'lishi mumkin. Maktab, bog'cha, magazinlar, klinikalar yaqin jigarlar. 7-qavatda joylashyapti, liftlari bor, 11 etajli uyimizdan 7-qavatda hammalarni kutib qolamiz.